Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Tazkiyatun nafs, nafsni poklash darslaridan birodarlar, bugun yangi mavzuni boshlaymiz. Bugungi mavzu muroqaba manzilati. Iymon yo'lidagi manzilatlarning eng muhimlaridan muroqaba manzilati. Agar inson Alloh uni kuzatib turganiga ishonchi komil bo'lsagina to'g'ri yo'lda davomiy turadi va mana shu bilan ikki dunyoda saodatli bo'ladi. O'zi bu darslarimizni avvalida aytganmiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzuriga Jabroil alayhissalom notanish odam suratida kelib, islom haqida, iymon haqida, ihson haqida so'radi. Ihson nima deb so'raganida Rasululloh aytdilar: "Anta abudalloha ka annaka tarahu." Allohga xuddi uni ko'rib turganingdek ibodat qilishliging. Ihson shu. Ihson martabasi. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Garchi sen Allohni ko'ra olmasang ham, u seni ko'rib turadi. Mana shu muroqaba manzilati. Alloh meni doim kuzatib turadi. Har qanday holatda, har qanday sharoitda, qanday qadam bossam, qanday so'z aytsam, Alloh meni kuzatib turadi degan e'tiqod bo'lsa insonda va bu doimiy suratda qalbida, aqlida turadigan bo'lsa, inson saodat topmay iloji yo'q. Bugungi mavzuyimiz muroqaba manzilati. Muroqaba Alloh seni doim kuzatib turishini his qilishing. Birinchi oyat. Astagfirullah. Wa'lamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh wa'lamu anna Alloha g'afurun halim. Bilingizki, albatta Alloh ichingizdagi narsani biladi. Alloh ichingizdagi narsalarni biladi. Bas uning azobidan ehtiyot bo'ling. Ichingizda nima o'tayotgan bo'lsa, Alloh taolo bilib turadi. Va bu faqat Alloh taoloning qudratidagi narsa. Lekin ichingizdagi o'tayotgan narsani odam bolasi bilishi mumkin emas. Hatto kamera ham bilishi mumkin emas. Hatto diktafon bo'lsa gapirayotgan gapingizni yozayotgan, u ham bilishi mumkin emas. Ichingizdan nima o'tayotgan bo'lsa, Alloh taolo bilib turadi deydi. Mana shu ichingizdan o'tayotgan narsani ham Alloh bilib turadi degan shuur tursa, sizda muroqaba hissi bo'lsa, siz saodat topmay ilojingiz yo'q. Allohni har bitta narsani bilib turishini bilishing lozim bo'ladi, vojib bo'ladi. Agar shuni bilsang, Allohga osiy bo'lishdan ehtiyot bo'lasan. Alloh bilan bo'ladigan muomalamizdagi muvaffaqiyatni, yutuqni siri ayni mana shunda. Qaytaraman, Alloh bilan qilayotgan muomalamizda yutuqqa, muvaffaqiyatga erishishni xohlaydigan bo'lsak, uni siri shunda. Alloh meni doim ko'rib turadi, doim bilib turadi. Ikkinchi oyat. Astagfirullah. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsa ustida kuzatib turguvchi bo'lgan zotdir. Hamma narsani Alloh taolo kuzatib turadi. Milliard daraxt bor yer yuzida. Va undan ham ko'proq barglari bor. Ana shu barglarni har bittasini tevaga ko'tarilib shabadada pastga tushishini, qaysi tomonga egilishini, qaysi tomonga qimillashini Alloh kuzatib turadi. Dengizda son sanoqsiz to'lqinlari qayoqqa ko'tarilib qayerga urildi, nechta ko'pik chiqdi, toshga borgani qancha, yetmasdan uchib qolgani qancha, buni ham kuzatib turadi. Sahroda siz bilan bizni kalkulyatorlarimizga sig'maydigan darajada katta miqdorda qum donalari bor. Bir qoshiq devzira guruchda 1200 dona bo'ladi. Xomi. Yo'q, guruch ko'zingizga ko'rinadi, qo'lingizga ushlab ko'rsangiz bo'ladi. Shu guruchdan 1200 ta yoki 1,5 ta sig'sa bir qoshiqqa. Endi bir qoshiq qum qancha bo'ladi sanog'i? 1 yil sanasangiz kerak pensiya olib. Lupani taqib olgansiz bitta, ikkita, shu domla aytib qo'ymagan ekan, shu bir qoshiq qumda ham qancha bo'lishini. Bir hovuch qumda qancha dona bor? Bir paqir qumda qancha dona bor? Zarra. Bir arava qumda qancha bor?
Umringizni oxirigacha sanaysiz agar bir arava qum to'kib qo'ysa. Endi Sahroga kabirni ko'ryapsizmi? Sahara deydi. Ana shu qum donalarini har bittasi qayoqqa og'di, shabadada qayoqqa qimilladi, qumni yuzasi qanaqa formaga keldi? Har bittasini Alloh kuzatib turadigan qudrati bor. Endi sizni qilayotgan ishingiz, aytayotgan gapingiz, o'ylayotgan fikringizni kuzata olmaydimi, bilmaydimi Alloh? Ana birodarlar, ihson martabasi nima edi? Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishing. Endi biz ko'ra olmaymiz Allohni bu dunyoda. Inshaalloh jannatda ko'ramiz. Ammo Alloh seni doim ko'rib turadi. Shuni esdan chiqarmasang, senga kamera nabliudeniya ham keragi yo'q. Revizorni ham keragi yo'q. Hech kimga keragi yo'q. Chunki qorovulning ichingda. Ma'qulmi? Agar kimdir kuzatuv ostida ekanligini bilib qoladigan bo'lsa, juda ham to'g'ri odam bo'lib qoladi. Aytadi-da, sen deydi, sen nazoratda ekansan, seni kuzatyapti ekan deydi. Bo'ldi, telefondagi gaplarini terib gapiradi. Ijtimoiy tarmoqqa yozayotgan narsalarni o'ylab qo'yib, o'ylab yozadi, o'ylab qadamini bosadi, qo'yinki juda ehtiyotkor bo'lib qoladi. Bu o'zingga o'xshagan odam seni kuzatayotganligini bilsang, kuzatuvda ekanman degan shuur bo'lsa, shuni ehtiyotkor bo'lib qolasan. Ha, o diktofon ishlamay qolishi mumkin, yozayotgan bo'lsa. Kamerasi o'chib qolgan bo'lishi mumkin, batareykasi o'chib. Qarang, ana shu kuzatuv qilayotgan taraf seni so'zingni yozib olishi mumkin. Kamera bo'lsa, harakatlaringni tasvirga olib qo'yishi mumkin, lekin u hech qachon qalbingdan nima o'tayotganligini bilmaydi. To'g'rimi? Ammo Alloh azza va jalla albatta biladi. Birodar, Alloh meni doim kuzatib turadi degan shuurni qalbingda doimiy turishi seni saodatli qiladi. Senga qarab turibdi, kuzatib turibdi, eshitib turibdi, qalbingga kelgan, xayolingdan har bitta o'tgan narsadan xabardor. Bu faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zi. Va kanallohu ala kulli shay'in raqiba. Alloh barcha narsani ustida kuzatib turguvchi bo'lgan zotdir. Faqat seni emas. Alloh taoloni kuzatishi faqat seni ustingda emas, butun mahluqotlarning ustida. Seni do'stingni ham kuzatayotgan Alloh, dushmaningni ham. Qushlarni ham, baliqlarni ham, parandalarni ham, darandalarni ham Alloh taolo kuzatib turadi. 3-oyat. Astagfirullah. Va huwa ma'akum aynama kuntum vallohu bima ta'maluna basir. U Alloh sizlar qayerda bo'lsangizlar, u sizlar bilan birgadir. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchidir. Allohning biz bilan birgaligi qanaqa? Qayerda bo'lsanglar ham Alloh sizlar bilan birga deganda bu umumiy birgalik. Mo'min bilan ham, kofir bilan ham Alloh birga. Uni kuzatib turishi bilan, o'zini ilmi bilan. 4-oyat. Astagfirullah. Alam ya'lam bi annalloha yara. Albatta Alloh ko'rib turishini bilmaydimi? Alloh seni ko'rib turadi, kuzatib turadi. 5-oyat. Astagfirullah. Fa innaka bi ayunina. Zotan siz shak shubhasiz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'ni bizni hifzi himoyamizda, bizning kuzatuvimizda. Ya'ni men o'zim qarab turibman sizga degani. Men o'zim kuzatib turibman degani. Demak, inson Allohning nazarida uni ko'rib turadi. Yana bir ma'nosi uni kuzatib turadi, saqlab turadi. Masalan, bu bola otasini ko'zida deb qo'yadi. Bu talaba meni ko'zimda deb qo'yadi. Nima degani? Men o'zim qarab turibman. Men diqqat qilib turibman, nazorat qilib turibman. Bee'tibor qolgani yo'q. Qayerdaligini bilib turibman. 6-oyat. Ya'lamu xoinatal a'yuni va ma tukhfis sudur. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, dillar yashiradigan narsalarni ham bilur. Vey, mana shu muroqaba degan hisni o'zimizda paydo qilib olsak va bu doim tursa, bizdan yaxshi odam qolmaydi yer yuzida. Biz qachon gunohga qo'l qo'yib uramiz? Qachon yolg'on gapiramiz? Qachon birovning haqqini yeymiz? Qachon namozga beparvo bo'lamiz? Qachon telefondan ko'zimizni uza olmaymiz fahsh chiqqanda? Alloh bizni kuzatib turganligini esdan chiqarib qo'yganimizda
Agar doim Alloh meni kuzatib turibdi degan his qalbimizda, aqlimizda, ongimizda tursa, undan tiyilishlik oddiy narsa. Demak, Alloh ko'zlarning xiyonatini ham biladi. Bironta maxluq ko'zingizni xiyonatini aniqlay olmaydi. Bu faqat Allohning qudratida. Shuning uchun doim aytamiz, agar bir erkak tabib ayol bemorni ko'rishga to'g'ri kelib qolsa, shariat unga ruxsat beradi, faqatgina ana shu ayolning og'riyotgan a'zosiga qarashlikka. Tamom. Agar ko'zini qarashi mumkin bo'lmagan joyga qaratadigan bo'lsa, buni hech kim bilmaydi. O'shini aytayapti Alloh, ya'lamu xoinatal ayun. Ko'zlarning xiyonatini biladi va qalblar yashirgan narsani ham bilib turadi. 10-qavat. Katta shaharlarda bilasizlar, imoratlar 20 etaj, 30 etaj yonma-yon quriladi. 10-qavatda joylashgan xonangizda yolg'iz o'zi turibsiz. 10-qavatda. Derazani oldiga kelib qarasangiz, ro'paradagi uyni ichida 10-qavatda bir begona ayol kiyimini almashtiryapti. Sizni uni ko'rayotganligingizni hech kim bilmaydi. Hech kim ko'rmayapti. Shu yerda Alloh meni ko'rib turibdi degan, muroqaba degan hissiz bo'lsa, darrov pardani yopasiz yoki orqangizga qilasiz. Agar shu his bo'lmasa nima qilasiz? Lekin aniq bilasiz. Alloh sizni aniq ko'rib kuzatib turibdi. Nima qilasiz? Ko'zingizni tiyasizmi yo tikilib qarab turaverasizmi? Kameralar qo'yilgan, trenoshkalar qo'yilgan joyga borganda hamma 60 ga tushib oladi. Nimaga? Kuzatuv borda. Kamera yo'q bo'lsa, streshniga chiqib haydaydi. Nimaga? Muroqaba hissi yo'q. Oyatlar. Astagfirullah. Va alamu anna Alloha ya'lamu ma fi anfusikum faxtaruh. Va bilinglarki, Alloh taolo nafslaringizdagi narsani bilib turadi, ehtiyot bo'linglar. Va kana Allohu ala kulli shay'in raqiba. Va Alloh taolo har bitta narsani kuzatib turuvchi bo'lgan zot. Va huwa ma'akum aynama kuntum. Qayerda bo'lmanglar, Alloh sizlar bilan birga. Alam ya'lam bi anna Alloha yara. Axir Alloh uni ko'rib turganligini bilmaydimi? Fa innaka bi ayunina. Albatta siz bizning ko'z o'ngimizdadirsiz. Ya'lamu xoinatal ayuni va ma tukhfis sudur. Alloh ko'zlarning xiyonatini ham, qalblar yashirgan narsani ham biladi. Demak, bu oyatlar muroqaba mavzusini siz bilan bizga bayon qiladi. Bu oyatlarning ma'nolari siz bilan bizga muroqabada doim turishimizni da'vat qiladi. Muroqaba kuzatuv martabasi. Ya'ni Alloh taolo sizni kuzatib turganiga bo'lgan aniq ishonch. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.